Assalomualaikum. Hurmatli tadbirkorlar. Mana hozir biz buni elektriskiy talda ishlashini ko'ryapmiz. Mana vaqtga qarab qo'yasizlar. Endi bu obyekt brod obyekti, men bilmayman. Men prosta kiramda video olyapman. Bu talda tushish vaqtini qaranglar mana. Vaqt bo'lsa qo'lingizdan sekundga qarab qo'ysalaring, shu jarayoni bu. O'zi shuncha vaqtda yuk chiqdi, hozir yana tushyapti pastga. Tushyapti bu hozir. Knopkani bosib turibdi nima qo'lda. Hali yetgani yo'q, hali 3 masofaga keldilar, yarmi yetgani yo'q. Agar tepadagi odam bitta sigaretni tutatsa, to aravacha tushib, tepaga yana qaytib chiqquncha o'zi ikkinchi sigaretni chekadi. Demak bular birinchi etajga emas, ikkinchi etajdan ketaryapti. Hozir ikkinchi etajga tushdi bu. Ikkinchi etajga tushdi hozir. Endi mana chiqishga ilpiyapti. Bu tag'in ham birinchi etajdan emas, ikkinchi etajdan ko'tarilyapti. Mana ketdi. Telefon bo'lib qoldi-da. Telefon bo'lib qoldi. Hali ham chiqyapti-da. Quruvchilarimizga sabr bersin. Bizi ta'limimiz hozirgacha 4 marta, 5 marta chiqib tushgan bo'lardi. Prosta odam o'zini vaqtini qadrlash kerak-da. Buni qaranglar. Hozir endi pastga tushgani mana bu. Mana jinday vaqt ketyapti. Hattoki pastga tushirgan. Hali tushgan yo'q. Ana endi bo'shadi. Baş. Yapıyor. Ben daha tepadan ko'rinishini olib beraman. Ko'chaga chiqib oldi, tomiga qurilishdi. Tormozlari bor mana. Tormozni bosib, ko'tarib tushirishyapti. Tormoz bilan boshqariladi. Tormozga qarab turasizlar, ko'p chiqqandan keyin tormozni bosib to'xtatib qoladi. Tormoz bosildi. Araç değil oyda qolgan joyga borib qo'yish mumkin mana. Araç değil oyda qolgan joyga qo'yib qolgan bo'ladi. Ketek zo'r narsa, ko'chaga taqdiramiz. Shu kecha boshqa ko'radi, azdan bo'lmaydi. Sizga shunaqangi narsalar kerak bo'lgan bo'lsa, ekran telefonimizga yozib qo'yamiz.
Bemalol turib qilaverasizlar. Sog'lig'inglar, salomat bo'linglar.